Bugun sizlar bilan Granny tarixini ko'rib chiqamiz. Granny tarixi juda ham qo'rqinchli bo'lgan. Granny o'yini yaralishini ham mana shu videoda ko'rishimiz mumkin. Video boshidan like va obuna tugmachasini bosishni unutmang. Ancha yillar oldin o'rmonning chetkasida bir uy bo'lgan ekan. U uyda buvi, bobo, dada, Silindrina 4 ta kishi yashagan ekan. Buvining ismi Greta, boboning ismi Georgie, dadasining ismi esa Sam, Silindrina esa ismi esa Angelina bo'lgan. Ular juda ham yaxshi yashashgan. Kunlarning birida bobo ovga chiqib ketadi. Barchasi shu kundan boshlanadi. Va qorong'ucha Sam dadasi kelmaganini bilib, u o'rmonga chiqib ketadi. Keyin esa Sam o'sha yerda Silindermenga aylanadi. Bu Silindermenga aylanganini bizning kanaldan topib ko'rishingiz mumkin. Va keyin esa Angelina tushkunlikka tushib qoladi. Uning dadasi Sam yo'qolgandan so'ng u tushkunlikka tushib qoladi. Kunlarning birida u uyning oldidan sotuvchi o'tayotgan bo'ladi. O'sha sotuvchining oldiga buvi chiqib, "Meni qizim juda ham tushkunlikka tushib qoldi. Uni tushkunlikdan chiqaruvchi biron bir narsangiz yo'qmi?" deb so'raydi. Keyin esa sotuvchi unga mana bu ayiqchani tavsiya qiladi. U ayiqchada vabo kasalligi bo'ladi. Kunlarning birida u maktabda oqarib ketadi. Uning ustidan barcha kuladi. Uni esa buvisi uyga qaytarib olib keladi. Keyin esa shifokorni chaqiradi. Shifokorni chaqirgandan so'ng shifokor qizchada vabo kasalligi borligini aytadi. U esa bundan juda ham tushkunlikka tushadi. Chunki bu ayiqchani o'zi olib bergan edi qizchaga. Yosh Angelina 5 kundan so'ng vafot etadi. Uning o'limidan so'ng buvi juda ham tushkunlikka tushib, hech qanday ovqat yemaydi. Faqat u xom go'sht, qorong'u joylarda yuradi. 12 kun o'tib, yana o'sha sotuvchining mashinasi shu yerga kelib buziladi. Sotuvchi esa Grannyning uyiga kirib, yordam so'ramoqchi bo'ladi. Sotuvchi eshikni shunday ochganda esa uning boshiga qattiq tayoq bilan uradi. U ko'zini xonada ochadi. U ko'zini ochganda tortmani ochib qarasa, u yerda "Tez bu yerdan qochmasang o'lasan" deb yozilgan bo'ladi. Yana bir stolning ustiga qarasa 5 kun vaqting bor deb yozilgan bo'ladi. Chunki qizcha ham 5 kun qiynalib o'lgan edi. Shuning uchun unga 5 kun berilgan edi. Keyin u qochishga ancha urinadi. U yerdan qochish